Bugun Samarqand shahridagi yurtimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar, ayniqsa ta'lim tizimidagi yangilanishlar hamda yosh avlodni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalashga qaratilgan davlat siyosatining amaliy ifodasi sifatida muhim ma'naviy ma'rifiy tadbir bo'lib o'tdi. Navruz umumxalq bayrami munosabati bilan tashkil etilgan Navruzni ulug'lash, insonni ulug'lash shiori ostidagi ushbu tadbir yoshlarning milliy o'zligini anglash, ularda vatanga muhabbat, an'analarga hurmat va fuqarolik mas'uliyatini mustahkamlashga xizmat qiladi. Samarqand shahar maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi tasarrufidagi 73 umumiy o'rta ta'lim maktabida o'tkazilgan mazkur tadbirda boshlang'ich ta'limning 3-4 sinf o'quvchilari faol ishtirok etishdi. Ular Navruz olamga bag'ishlangan qo'shiqlar, raqslar va yod olgan she'rlarni katta mahorat bilan ijro etib, ishtirokchilar hamda yig'ilganlar kayfiyatini bayramona tarzda yanada ko'tarishdi. Shuningdek, tadbir doirasida o'zbek xalq maqollari asosida sinflar o'rtasida eng ko'p maqol yod olgan guruh nominatsiyasi bo'yicha qiziqarli bellashuv tashkil etildi. Har bir sinf o'zining divoriy gazetasi, qo'l mehnati orqali tayyorlangan gullari va milliy bezaklari bilan ishtirok etib, ijodkorlik va jamoaviylikni namoyon qildi. Tadbir milliy xalq o'yinlari, chillak, arqon tortish, varrak uchirish, kurash va oq terakmi, ko'k terak kabi milliy o'yinlar bilan davom etdi. Ayniqsa milliy kurash to'garagi a'zolari o'zlari egallagan ko'nikma va mahoratlarini namoyon etib, ishtirokchilarda katta taassurot qoldirdilar. Tadbir yakunida maktab direktori Ozoda Nazarova barcha ishtirokchi sinflarni turli nominatsiyalar bo'yicha faxriy yorliqlar bilan taqdirladi. Mazkur tadbirni tashkil etishdan ko'zlangan asosiy maqsad yosh avlod qalbida milliy qadriyatlarimiz, urf-odatlarimiz va xalq o'yinlarimizni asrab-avaylash, ularni unutmaslik hamda kelajak avlodga asl holicha yetkazishdan iboratdir. Mana bugun maktabimizda katta tadbir tashkillashtirganmiz. Ushbu tadbirimiz Navruzni ulug'lash, insonni ulug'lash shiori ostida bo'lib o'tmoqda. Albatta, har yili mana shunday ulug' bayramni katta tantana bilan kutib olamiz. Bu yil maktabimizda birinchi mavsum boshlang'ich sinf o'quvchilari o'rtasida milliy qadriyatlarimizni tiklash, milliy qadriyatlarimizga bo'lgan hurmat, ehtirom, mana shularni hammasini ko'rsatish maqsadida boshlang'ich sinf o'quvchilari, 3-4 sinf o'quvchilari o'rtasida katta bir tadbir o'tkazildi. Ushbu tadbirda o'tkazishdan maqsadimiz yosh avlodga milliy qadriyatlarimizni, milliy urf-odatlarimizni, milliy an'analarimizni o'rgatish, ularni unutmasliklarini, ularni yuragida joylashish maqsadida tashkillashtirganmiz. Ushbu bayram davomida o'quvchilarimiz o'zlarini qo'shiqlari, o'zlarini raqslari bilan juda ham katta ishtirok etdilar va o'zlari o'z qo'llari bilan yasagan chiroyli mana shunday gullari, chiroyli mana shunday bezaklari bilan qatnashdilar. Tadbir oxirida har bir sinfga nominatsiya berildi. Eng faol sinf, eng chiroyli libos, eng zukko sinf va boshqa nominatsiyalar bo'yicha faxriy yorliq bilan taqdirladik.